Assalomu alaykum, Richrise YouTube Telegram guruh a'zolari, sizlar bilan Decodex. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan ko'radigan navbatdagi mavzuimiz Trend Decoder Line 50 yoki-da TDL 50 desanglar ham bo'ladi soddagina qilib. Xo'p. Xudo xohlasa strategiya haqida boshda ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Shtob sizlarga manfaatli, foydali bo'lsin. Tushuncha olinglar strategiyaga kirishdan oldin. Xo'p, Trend Decoder Line vazifasi nima? Bozorda har qanday marketda, har qanaqa kotirovkada istalgan birjada bizada bo'ladi. Har doim grafikda maksimum, minimum, maksimum. High low, high low, high low, high low bo'lib bozor pastga yuradi, high low, high low, high low bo'lib tepaga yuradi har doim. Bitta narsaga ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Doim bozor tepaga yurganda biz to'g'ri yo'nalish topib, birinchidan, ikkinchidan to'g'ri yo'nalishga qo'shilib olib biz aynan o'sha yo'nalishda pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Sel yurganda biz faqat selda pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Aynan o'sha narsaga yordam beradi bizga Trend Decoder Line. 90-95% odam har doim minusda. Sababi nimada? Sababi bozor selga ketgani sari buy ishlaydi. Bay. Qanaqa kuchli impuls bo'lishidan qat'iy nazar har bitta tepaga chiqishda sel ishlaydi. Xuddiki uchini biladiganni. Bozor xohlagan tomoniga xohlagancha yuradi. Faqat bilsa, пожалуйста, misol uchun imенно globalniy razvorotlar aynan qaysi hududdaligini. Lekin unaqa narsani 95% odam bilmaydi. Unaqa mavzularga ham xudo xolisa keyingi darslar sizlarning aktivligiga qarab o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Aynan globalniy razvorotlar mavzusiga ham to'xtalishimiz kerak sizlar bilan. Bugungi mavzu sizlarning talabinglardan, taklifinglardan kelib chiqqan holda Trend Decoder Line 50, ya'ni TDL 50. Sabab nimaga? Ko'pchilik so'rayapti, multi time frame'larda strategiya yo'qmi? M1da, M3da, M5da strategiyalar yo'qmi? Istalgan time frame'larda hozir ko'rsatib beradigan strategiyamni, formulamdan foydalanib bemalol foyda qilishingiz mumkin. Garantiya bera olaman, любой joyda eng kamida 95% aniqlikda ishlaydi. Eng kamida 5% misol uchun aniqlik bo'lmasligi mumkin. U ham sizlarni to'g'ri maksimum, to'g'ri minimumlarni tanlamaganingizda yoki raqamlarni o'ynatib olganingizlar sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu uchun ham hozir men tushuntirishni boshlayman. Sizlar ko'proq to'xtatib, qayta ko'rib, ko'proq backtest qilib, dinozavr rolidan boshlab ishlatib kelishga harakat qilinglar. Xo'p, endi TDL 50 bizga nimaga yordam beradi? Bizda aynan minimumdan maksimumdan minimumgacha harakatlangan bo'lsa, ko'rasizlar bozorda impuls bo'lib ketgan. Aynan mana shu nuqtaga kelib, selga yurib ketgan. Aynan mana shu dvijeniyalarni to'g'ri ushlashimizga yordam beradi. Yo'nalishga to'g'ri qo'shilishimizga yordam beradi. Bu narsa eng muhim narsa hisoblanadi. Sababi trend is your friend deyiladi. Bu degani har doim trend bilan birga yurganinglardagina sizlar har doim foydada bo'lasizlar. Trendga qarshi savdo qilganinglarda har doim minusda bo'lasizlar. Ko'pincha minusda bo'lasizlar. Sababi nimaga? Chunki aytaman 90-95% odam bilmaydi globalniy razvorotlar aynan qaysi nuqtalardan bo'lishini. U narsani sizlar bilan keyingi mavzularda o'rganamiz. Sizlarning aktivligiga qarab. Bilganda, пожалуйста, har bitta razvorotlarda zigzag yurishi mumkin. Har bitta razvorotlarda u million topishi mumkin. Har bitta razvorotlarda zigzag bemalol yurishi mumkin любой odam. Lekin u uchun ham o'ziga asoslangan muhim bilimlar kerak. Biz bugun trend liniyadan foydalanamiz. Noto'g'ri eshitmadinglar, trend liniyadan foydalanamiz. Lekin kassoy stilda chiziladigan trend liniyada emas, biza konkret ishlaydigan, vaqt kesishmasiga tortiladigan trend liniyadan foydalanamiz. Umumiy range 50% va vaqt bizga yordam beradi bozorda to'g'ri yo'nalish topib olishimizga. Xo'p, endi deylik, bizda maksimumdan minimum mana shu nuqtagacha kelgan ekan. Aynan mana shu nuqtagacha kelgan nuqtasidan umumiy range 50% bizga eng muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu narsani unutmaymiz. Aynan mana shu 50% bizga muhim hisoblanadi. Biz uchun muhim. Eng muhim narsalardan bittasi mana shu. Ikkinchi eng muhim narsa nima bo'ladi biz uchun? Aynan mana shu maksimumdan minimumgacha bo'lgan harakatni umumiy kunlar soni yoki soatlar soni bizga muhim vazifa bajaradi. Demak, ko'ramiz.
Birinchi eng muhim narsa mana shu 50%, ko'rasizlar. TDL 50, bekorga 50 emas. Ikkinchisi 17 kun va 4 soat eng muhim vazifani bajaradi. Xo'p, biz bu strategiyadan foydalanayotganimizda bunaqa qiyin formulalarni ishlatmaymiz. Oddiy kalkulyatsiya, oddiy hisob-kitob, даже formula ishlatmaymiz. Sababi sizlarga qulayroq, mukammalroq tushunishinglar uchun. Bunaqa qiyin mavzularni olib chiqish niyatimizda yo'q. Xo'p, 17/4 biz 257 ta bardan foydalanmaymiz. Ahamiyat beringlar, har doim soatlar kunidan foydalanamiz. Market kuni bizga qiziq emas. Kichik razvorotlar uchun to'g'ri qiziq, chunki yo'da misol uchun 20 ta bar, misol uchun 20 bo'lib turishi mumkin. Misol uchun deylik, qani, misol mana buni hisoblaydigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, misol uchun 13 bo'lib turibdi. Bu yoqda 257 17 kun 4 soat bo'lib turibdi. 13 bo'lganda to'g'ri biz 130 chizib foydalanishimiz mumkin, lekin bu yoqda bunaqa foydalana olmaymiz. Demak, 17/4 bizga eng muhim narsa mana shu ekan. Okay. Mana joyi belgilab qo'yamiz. Xo'p, ikkinchi eng muhim narsa aynan mana shu 50%. Endi biz bu 17/4 dan qanaqa foydalanamiz? 17/4 ni 174 ta barga o'zgartirib 10 tomonga qarab chizib olishimiz kerak minimumdan. Xo'p, endi xuddi shu ketma-ketlikda biz katta razvoratlarni qilayotganimizda maksimumdan ham chizib olishimiz kerak bo'ladi. 174 ta bar 10 tomonga sanab. Xo'p, ko'ramiz, maksimumdan chizdim, minimumdan chizdim. Aynan maksimumni yangilanishi uchun maksimumdan chizilgan barlar muhim, minimum yangilanishi uchun minimumdan chizilgan barlar soni muhim. Shu narsani esimizdan chiqazmaymiz. Endi biz aynan o'sha ko'rsatilgan nuqtalarga vaqt liniyasini joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi yana bir muhim narsa nimadan iborat bo'ladi? 174 tashkil qilgan bo'lsa, nima uchun 174? Biz 10 ga ko'paytirdik. 17/4 ni 174 qilib oldik. Aynan delada bo'lgani uchun. Xo'p, hozir misollar davomiyligida bu narsani ham tushuntirib o'tib ketaman. Ikkinchi eng muhim narsa biz 17 ni o'zini yordamchi liniya sifatida foydalanishimiz kerak bo'ladi, shart bo'ladi. Muhim bu narsa ham, esingizdan chiqarmanglar. Aynan mana shu 17/4 ham biz liniya joylashtirishimiz kerak, yordamchi liniya sifatida foydalanishimiz shart. Endi tepadan ham xuddi shu ketma-ketlikda biz foydalanib chizib olishimiz kerak. Aynan mana shu nuqtada ham biz liniya joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Endiga eng muhim narsa nima? Asosiy 90% ishni biz mana shu nuqtalarni o'zida bajarib oldik. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, sizlar ko'rib turgan mana shu kesishmalarga biz trend liniya kesishtirishimiz kerak. Aynan minimum uchun chizilgan kesishma nuqtalariga minimumdan chizamiz, maksimum uchun chizilgan kesishma nuqtalariga maksimumdan chizamiz. Xo'p, demak minimum uchun kesishmalar nuqtasiga minimumdan chizamiz. Xo'p, bunaqa chizamiz. Endi maksimum uchun kesishma nuqtasi aynan mana shu plyusni hosil qilgan nuqtalarga chizamiz. Nuqtalardan kesishtirishimiz shart. Xo'p, mana shu ketma-ketlikda biz chizib olamiz. Xo'p, ikkinchi kesishmani amalga oshirishimiz kerak bo'lgan nuqta mana. Endi ortiqcha narsani tushuntirishim hojati yo'q. Почти 80% odam tushunib bo'ldi menimcha. Strategiya nima, ma'nosi, mantig'i nimadaligini. Xo'p, ko'ramiz, maksimum uchun chizilgan liniyalarimiz aynan maksimum yangilanishi uchun xizmat qiladi. Aynan mana shu nuqtada H1 da tepada sham yopilganda 100% konkret razvorot bayga impuls hosil qilgan. Xo'p, pastda ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda yorib o'tgandan keyin aynan mana shu liniyalarga tekkan holatda bozor pastga razvorot amalga oshirgan. Ko'rishimiz mumkin, bilishimiz mumkin, aynan mana shu narsa bizga konkret bozor yo'nalishini, to'g'ri tomonini topishga xizmat qiladi. Endi biz hozir почти 90% aniqlikda qaysi tomon yo'nalish ketishini oldindan bildik, oldindan chizdik. Endi biz
bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ko'ramiz, mana bu nuqtadan biz chizayotganimizda biz hech qanaqa holat yuzaga kelmaydi. Har doim qanaqa vaziyatda chizganimizda bu narsani biz oldindan hech qanaqa kasaniyalarni kesishtirib o'tirishimiz ham hojat yo'q. Oldindan biz bilamiz, ko'ramiz, imенно o'sha nuqtalarga kelganda bozor yorib o'tadi va pastga razvorot qilar ekan. Bu narsani plyusi nima? Aynan bu narsani qo'shib o'zingizlarning savdolarda ishlatib ko'rganingizda o'zingizlar tushunib olasizlar, bozorda konkret eng muhim yo'nalish topish uchun to'g'ri tizim shakllantirgan bo'lasizlar o'zingizlar uchun. Lekin ikkinchi eng muhim narsaga o'tamiz. Biz aynan bu nuqtadan qaysi nuqtagacha yetib boradi. Bu ham bizga juda ham muhim. Bu narsani topishimiz uchun aynan mana bu 174 ni o'ng tomonga qarab ko'rsatilgan to'xtagan nuqtasidan chizishimiz kerak bo'ladi. Dars davom ettirishimiz kerak bo'ladi, aynan mana shu hududgacha. Xo'p, endi bu nuqtaga ham 17.4 joylashtiramiz maksimumdan. Xo'p, 17.4 joylashtiramiz maksimumdan. Joylashtirilgan nuqtamizga xo'p, endi o'zingizlar uchun aniq tiniq qilib chizib olsanglar bo'ladi har doim. Endi men sizlarga to'g'ri tushuntirish uchun ozgina vaqt ekan qolman demak. Xo'p, endi ikkinchi eng asosiy kesishma nuqtamiz mana bu joyda ekan. Xo'p, bu nuqta bizga eng muhim razvorot aynan mana shu nuqtada tepaga qarab ketishini shakllantirib beradigan liniya hisoblanadi bu ikkalasi. Endi qaysi nuqtagacha borishini topishimiz uchun 174 ni o'ng tarafga qarab o'sha to'xtagan nuqtasidan qo'yib chizishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi mana shu nuqtaga kesishtirishimiz shart. Buni rangini o'zgartirib qo'yaman. To'g'ri. Tushunishinglar uchun. Xo'p, endi mana shu nuqtadan ham biz chizishimiz kerak bo'ladi. Aynan ikkinchisiga kesishmani kesishtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'ramiz, kelgan, aynan mana shu nuqtaga kelganda bozor orqaga tashlagan, endi o'sha nuqtani retis qilib tepaga o'ynab qolgan. Biz bu nuqtalardan faqat bozor yo'nalishini endi mana shu nuqtagacha ushlash uchun foydalanamiz. Oddiy qilib aytganda tek profit sifatida foydalanamiz. Biz hech qanaqasi bu liniyalardan savdo qilmaymiz. Shu narsaga ham ahamiyatli bo'lishinglarni so'rayman. Xo'p, endi bu garant tochka hisoblanadi. Bu garant tochka hisoblanadi. Konkret 100% garant tochka imенно mana shu aynan bambu hududdan bayga pozitsiyaga kirganinglarda. Xo'p, endi bu 174 ni o'ng tomonga qarab so'ramiz. Aynan mana shu tochkaga biz liniya joylashtiramiz. Mana shu nuqtaga ham joylashtiramiz. Bu ikkinchi garant nuqtamiz hisoblanadi. Aynan maksimum uchun. O'sha ikkala nuqtaga ham biz liniya joylashtirsak bo'ladi. Hop, endi ko'ramiz biz aynan birinchi nuqtadan tepaga chiqqanda ham ikkinchi nuqta eng asosiy orqaga qaytarish vazifasini bajarib bergan. Men yana bir marta aytaman, bu nuqtalardan biz shunchaki borish nuqtasi aynan garant nuqtalari sifatida, tek profit sifatida foydalanamiz. Biz hech qanaqasiga bu nuqtalardan savdo qilmaymiz. Aynan biz eng asosiy kirish nuqtamiz, eng asosiy yo'nalish topish nuqtamiz mana bu ko'rib turgan liniyalar hisoblanadi. Xo'p, endi ko'ramiz, pastga liniya ham yorib o'tilgan, pastga tortdi. Endi bu pastga tushgan liniyani qanaqa qilib qaysi nuqtagacha yetib borishini topamiz. Bu ketma-ketlik ham xuddi shunaqa davom etadi. Ko'ramiz, minimum 174 mana shu nuqtagacha ham davom etgan. Aynan minimum 174 dan 174 o'ngga qarab yana sanaymiz. Sanagan nuqtamizga liniya joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, okey. Endi bu nuqtaga biz liniya joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana bu liniyani ko'tarib bu tomonga joylashtirib qo'yamiz. Mana shu nuqtagacha yetib borishi bu garant hisoblanadi biz uchun. Bot ko'rasizlar, kesishmalar aynan mana shu nuqtada joylashgan. Aynan mana shu nuqtalarga kesishma amalga oshiramiz. Biz bilishimiz kerak, eng muhim bozorda razvorot yo'nalishlarini topish aynan barlarga va kunlarga kodlangan. Ikkinchi eng muhim razvorot nuqtalarini topish yo'nalishi uchun bu umumiy trendda 50% ga kodlangan. O'sha sababli ham har bitta chizayotgan ideyalar konkret eng kamida 90-95% aniqlikda ko'rib turganinglardek o'xshashi mumkin. Endi ko'ramiz, aynan mana yaqinroq ko'rsatsizlarga
Ko'ramiz, aynan o'sha nuqtagacha, bu nuqtada retes amalga oshgan, yorib o'tgandan keyin keyingi nuqtagacha yetib borgan. Bu 100% ushlab turish kerak bo'lgan nuqta. Aynan bu nuqta yorib o'tilgandan keyin mana shu nuqtagacha yetib kelishi garant. Endi bizi bu 174 da xuddi boyagida bizi mana bu nuqtadan yuqorida ko'rsatib o'tganim kabi mana bu nuqtadan joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rasizlar, mana shu nuqtadan joylashtiramiz. Okay. Mana endi mana bu kesishma. Bu ikkinchi eng asosiy garant nuqtamiz hisoblanadi. Demak, yetib kelishi kerak bo'lgan. Xo'p, endi bu nuqtadan mana bu nuqtali kesishma amalga oshiramiz. Ko'rasizlar, yorib o'tilgandan keyin minimum yangilanadi. Biz hech qanaqasi sizlarga maslahat beraman. Xohlasanglar o'zingizlar uchun moslashtirib, bemalol bu hududlardan ham sizlar bayga yoki da selga ishlashinglar mumkin. Bu konkret noto'g'ri bo'lmaydi, to'g'ri bo'ladi, lekin sizlar ko'proq harakat qilinglar, xavfsizroq savdo qilishinglar uchun eng muhim zonasidan razvorotlarga qo'shilishga, to'g'ri yo'nalishga kirishga. Xo'p. Все bo'ldi. Biza почти 100% hamma qilinadigan ishlarni qilib bo'ldik. Biza ko'rasizlar, mana bu nuqtadan faqat H1 da yorib o'tishini kutishimiz kerak. Multi time frame'larda retes bo'lganda, lekin 90% holatlarda retes amalga oshadi. Lekin impuls bilan borgan, o'sha nuqtagacha yetib borgan. Birinchi nuqtaga yetib bordi, ikkinchi nuqtaga yetib bordi. Pastga kelganda eng asosiy liniyamizni yorib o'tdi, retes qildi, birinchi nuqtaga bordi, ikkinchi nuqtaga bordi. Ko'rasizlar, keyingi nuqtalar ham qanaqa aniqlaydi, qanaqa tinib ishlab beryapti. Men umumiy katta razvoratda ko'rsatyapman bu narsani. Istalgan kichik razvorotlaringda ham hozir qo'ldan kelgancha ko'proq misollar ko'rib chiqamiz ortga qarab. Foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Okay, endi deylik biz bu nuqtalardan foydalanayotganimizda bitta narsaga ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Umumiy yo'nalishlar uchun bu narsani ishlatayotganimizda har doim har qanaqa razvoratda foydalansak bo'ladi, minimum maksimum bo'lsa bo'ldi bizga. Faqat mana bu barlar soni bizga juda ham muhim. Aynan mana shu kunlar soni juda ham muhim. Bu narsani albatta H1 da ko'rib olishinglar kerak. O'shanga moslab tortib chizishinglar kerak. 17 kuni 4 soatda men 174 qilib chizdim. Misol uchun bu bir kunni o'zini tashkil qilgan dedi. Men misol uchun kichikroq razvoratlarda, 100 punktdan kichikroq razvoratlarda misol uchun 10 soat 10 ta bar chizgan bo'lar edim. Demak, yana misollar ko'rib chiqishni davom ettiramiz sizlar bilan. Xo'p, bularni o'chirib tashlasam ham bo'ladi endi. Deylik, mana ko'rasizlar, mana shu nuqtadan mana bu nuqtagacha bozor harakatlangan, keyin bu nuqtadan bu nuqtagacha harakatlangan. Любой joyda biz любой tasdiq har doim tasdiq olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan buy uchun yoki da sell uchun bemalol xohlagan vremyamizda biz foydalanib ishlatishimiz mumkin bu narsani. Endi deylik, minimumdan maksimumgacha hisoblab ko'rsak bo'ladi. Minimumdan maksimumgacha, maksimumdan minimumgacha hisoblagan bo'lsak, aynan mana shu nuqta 50% ga biz liniya joylashtira olamiz. Joylashtirgan liniyamiz mana shu eng muhim liniya hisoblanadi bizda. Eng muhim razvorat kodlangan liniya aynan mana shu. Endi ikkinchi eng asosiy narsamiz nima bo'ladi bizda? Mana shu nuqtadan mana shu nuqtagacha harakat davomiyligida nechta bar borligi ko'ramiz. Bir kuni 12 soat tashkil qilgan. Bir kuni 12 soat tashkil qilgan. Endi bu degani biz 112 punkt sanashimiz kerak 10 tomonga qarab. 112 punkt sanashimiz kerak 10 tomonga qarab oxirgi minimumdan. Demak, 112 sanaymiz aynan mana shu nuqtadan. Sanagan nuqtamizga biz liniya joylashtiramiz. Xo'p, aynan kesishma nuqtamiz mana shu hisoblanadi. Endi 11-12 sanaymiz aynan mana shu nuqtadan 11 sanab qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, kesishtirib oldik. Endi xuddi shuni maksimumdan chizib olishimiz kerak bo'ladi. Maksimumdan chizib olamiz. Maksimumdan chizgan liniyalarimizni ham xuddi shu ketma-ketlikda minimumda qanaqa chizgan bo'lsak, maksimumdan xuddi shuncha bar chizishimiz kerak. Endi mana nuqtaga ham kesishtira olamiz. Bu maksimum uchun kesishtirilgan nuqtalar hisoblanadi. Endi xuddi shuni mana 50% liniya nima uchun qo'yilgan? 50% aynan kesishma amalga oshirish uchun qo'yilgan. Ko'rasizlar, endi mana shu nuqtada biz belgilaymiz. Endi biz belgilaymiz aynan mana bu nuqtalarda ham. Xo'p. Demak, bundoq cho'zib qo'ysak, ko'rasizlar, hozirgi live-da ham
aynan mana shu hududda bozor nazorat qilyapti. Bozor konkret nazorat amalga oshirish uchun aynan mana shuni yangilash kerak. Endi ko'ramiz, aynan chizgan holatimizda biza maksimum uchun chizgan liniyalarimiz faqatgina maksimumni yangilanishi uchun bizga tasdiq bera oladi. Mana shu liniyani mana bu yorib o'tsa edi, tepaga ketardi. Maksimum yangilanardi. Ko'ramiz, hozirgi holatda ham pastga tushib kelganda mana bu nuqtadan tepaga chiqsa, tepaga ketadi, maksimum yangilanishi, maksimumga hujum boshlaydi. Biz aynan mana shu hudud yorilganda retestdan bemalol bayga kirsak bo'ladi. H1 da faqat sham tepada qolishi kerak. Shu narsaga ham ahamiyatliroq bo'linglar. Sizlar qanaqa aniqlikda, qanaqa tinov ishlab beryapti bizga. Xo'p, endi xuddi shu ketma-ketlikda minimumdan ham chizib olishimiz kerak. Xuddi shu ketma-ketlikda oxirgi minimumdan tepaga chizishimiz kerak bo'ladi. Minimum uchun chizilgan shamlarni hisobga olgan holatda. Vot. Chizdik. Vot ko'rasizlar, endi mana shu hududni yorgan past ketyapti. Biza mana buni bundoq cho'zishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'ramiz, yorib o'tgan uchun o'ng tomonga qarab joylashtiramiz mana shamlarni. Endi mana bu 11 ta shamni ham olib, bari olib mana bu joylashtiramiz. Joylashtirgan nuqtamizga liniya to'g'rilaymiz. Xo'p, endi vot ko'ramiz, ikkita liniya joylashgan. Joylashgan liniyamizga biza trend liniya tortishimiz kerak bo'ladi, aynan mana shu hududlarga. Mana dotdi. Ko'rasizlar, retest beryapti. Endi kelgan nuqtasi birinchi garant tekin olib beryapti. Mana bu aytishinglar mumkin, tepaga chiqqan-u, chiqqan ungacha ham garant tekin olib bo'ldi. Vot. Keyingi yo'nalishni topishimiz uchun ikkinchi ushlab turadigan pozitsiyamizni xuddi mana shu ketma-ketlik. Chunki hali low yangilash uchun tasdiq yo'q bizda. Low yangilash uchun tasdiqni biz aynan mana shu nuqtadan olishimiz kerak bo'ladi. Olish kerak bo'lgan nuqta aynan mana shu. Endi mana bu joyga biz liniyalarni hozir birin-ketinlikda biz joylashtirib olamiz. Vot. Endi kesishtirishimiz kerak aynan mana shu nuqtaga. Kesishtirishimiz kerak aynan mana shu nuqtalarga. Vot. Tak. Keyingi liniyasi. Mana ko'ramiz, o'sha impuls bilan ketib qolgan ikkinchi liniya, o'sha bitta impuls so'zida oxirgi low olib bergan. Xo'p, mana bu yorib chiqqanda, agar mana bu nuqta hozir yorib chiqilganda bizga konkret bay uchun tasdiq bo'ladi. Aynan bu tasdiq qaysi nuqtagacha yetib borishini biz bilamiz. Biz bilamizki, yetib borish kerak bo'lgan nuqta aynan mana shu bo'ladi. Aynan mana shu nuqtani ham biz belgilab qo'yamiz hozir o'zidan. Mana shunaqa analiz qilinadi mana sizlarda, misol uchun konkretni ishlaydigan sistema men tomonidan Rich Rice tomonidan taqdim qilinyapti. Qo'ldan kelgancha maza qilib foydalaninglar. Bundan ham aniq, tiniq ishlaydigan sistemalar bemalol shogirdlik tizimiga qo'shilib foydalanishingiz mumkin. O'rganishingiz mumkin. Demak, ko'rasizlar, demak mana shu nuqta. Kesishmalarga oshiramiz. Demak, biz bilamiz konkretni nimani. Aynan mana shu nuqta yangilangandagina bozor retest orqali aynan mana shu nuqtagacha yetib boradi. Sal teparoq chizib yubordim bu narsani. Xo'p, endi mana shu nuqtagacha yetib borishini kuzatishimiz mumkin. Bozorda har bitta nazoratni to'g'ri aniqlashingizga konkret yordam beradigan sistemalardan bittasi aynan Trend Decoder Line 50. Aynan mana shu orqali ko'rasizlar, hech qanaqa formula ishlatmayman, hech qanaqa ortiqcha narsa ishlatmayman. Oddiy hech narsani bilmaydigan odam ham ozgina misol uchun bu narsani o'rganib, konkret xohlaganicha foyda qilishi mumkin. Xohlaganicha foyda qilishi mumkin. Konkretni o'sha risklarni to'g'ri qo'yib, to'g'ri hisoblagan holatda. Demak, endi navbatdagi mana hozirgi yo'nalishni ham ko'ramiz. Mamtgacha hisobladik. O'sha mamtda bizda zona bor. Bu nuqta aktualniy turibdi hali ham. Endi biz mana nuqtalarda ham qanaqa nazoratlar ushlashimiz mumkinligini bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hozirgi yo'nalishdan ozgina ma'lumot bo'ladi bu ham sizlarga. Hech narsani o'chirmayman. Liniyalarni o'zini o'chirib qo'ya qoling.
ortiqcha liniyalar deb bular. Demak, mana shu nuqta bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol mana shu nuqtani o'zidan ham foydalanib to'g'ri kirish chiqishlarni amalga oshirsak bo'lar ekan. Xo'p, mana ko'ryapmiz, bir kuni 12 soat davomida harakatlangan. Bir kuni 12 soatlik harakatda biz nima qilib olishimiz kerak bo'ladi? 112 ta anaqa mana to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. 112 ta barga. 112 ta barga to'g'rilaganimizdan keyin aynan mana shu hududda bizga eng muhim razvorot uchun liniya yashiringanini bilamiz. Endi biz umumiy razvorotlarni 50% ga liniya joylashtiramiz. Joylashtirgan liniyamizning asosiy kesishmasi imенно mana shu. Xo'p, qayta takrorlayman, shtobi mukammalroq tushunishinglar uchun. Endi biz buni ko'rasizlar, men bu minimumdan chizyapmanmi? Demak, men minimumdan bu narsani harakatlantirishim kerak bo'ladi. Xo'p, bu minimum qachon yangilanadi? Aynan mana shu liniya yangilanganda. Shu narsaga ahamiyatliroq bo'linglar. Aynan mana shu liniya yangilanganda. Okay. Endi men bittadan xuddi shu ketma-ketlikda chizib olaman. Ko'rasizlar. Hop, 3 dan qo'ysam 113 ta bo'lib ketdi. Men 112 ta chizishim kerak. Endi chizgan liniyamni joylashtiraman. Endi kengayish 11.2 chizish bo'ladi biz uchun. 11.2. Vot, chizdim. Chizgan liniyamga joylashtiraman. Ikkinchi yordamchi liniyani kesishtirishim shart bo'lgan liniya aynan mana shu ikkalasi. Aynan mana shu liniyalarga maksimumdan chizishim kerak bo'ladi. Trend liniya. Vot. Mana ikkinchi liniyaga ham kesishman. Boshlaman. Hop, ko'rasizlar. Kun yopilganda, o'sha juma kuni yopilganda aynan mana shu nuqtada zona bo'lgani uchun ham aynan mana shu nuqtada vaqt bilan umumiy range 50% ga kodlangan zona bo'lgani uchun ham aynan tepada yopilgan. Ko'rasizlar qanaqa aniqlikda ishlayapti. Har bitta narsada, marketda bitta narsaga tushunishinglarni so'rayman, mantiq, mohiyat bor. Hech qanaqasiga oddiy liniyani kasaniyalarga kesishtirib qo'yib 90% aniqlikda eng kamida foydada yurib bo'lmaydi. O'sha uchun mantiq qidirishimiz kerak, har doim har qanaqa vaziyatda istalgan joyda. Shu narsaga ahamiyatliroq bo'lishinglarni so'rayman. Sababi nimaga? Sababi har bittamiz tredga kirib keldikmi, boshimizdan o'tadi, 99% odam boshidan o'tadi kapitalni yo'qotish. Imенно o'sha kapitalni yo'qotish bu aqlsizlik, bilimsizlik sabab bo'ladi har doim har qanaqasiga. O'sha aql bilan bilimni to'ldirish imkoniyati o'zimizga berilgan. Mana shu narsani mukammal to'ldirganimizda biz o'zimizdan strafovkamizni olamiz, eng kamida 90% sababini qilgan bo'lamiz. Minusga kirmaslikdan faqat foydada yurishdi. Sohani mukammal o'rganish uchun mukammal bilimlar kerak bo'ladi har doim hammamizga. Bu mukammal bilimlarni bemalol bizga shogirdlik asosida o'rganishinglar mumkin. YouTube kutib o'tirmayman deganlar, mana shunaqa aniqlikda katta razvorotlarni ushashinglar mumkin. Har qanaqa kichik razvorotlar uchun ham foydalanishinglar mumkin. Xudo xolasa bu strategiya sizlarning eng muhim, har doimiy ishlatadigan strategiyalardan bittasi sifatida o'rin oladi degan umiddaman. Endi bu strategiya YouTube'ga joylanadi. Xudo xolasa aktivga qarab, конечно, yana strategiyalar chiqazilishi mumkin. Bu sizlarga bog'liq. Sizlarning aktivinglar qancha ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, poddeshkalar qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, bemalol komment yozib ketinglar. Like bosib ko'proq odamga, imенно o'zbek zabon odamlarga foydali bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Biz shuni yo'lda, shuni harakatida yuramiz. Shunda sizlar uchun ham, biz uchun ham foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga bugun dars foydali bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa bu darsga yuklanadi. Mukammal o'rganishinglarni so'rayman, ko'proq bek test qilinglar. Xo'p, sizlar bilan Decodex bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.